Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga beadad durudu salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar. Bugun insonlar, ya'ni muxlislarimizni talablariga binoan ichdagi amal, ya'ni sehr joduni qanday qilib tushirsa bo'ladi degan savolga bir surani e'tiboringizga havola etamiz. Qur'oni Karim har bir dardga shifodir. Qur'on oyatlarini ichida Infitor surasi deb nom olgan bir sura bor. 82 sura 19 ta oyatdan iborat bo'lgan. O'sha surani o'qishlikni tavsiya qilaman. Bismillahirrohmanirrohim. Izas samaa'un fattarat va izal kawakibun tassarat va izal buharu fujjirat va izal quburu bussirat alimat nafsum ma qaddamat va ahharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi robbikal karim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صراط ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Makkada nozil qilingan Infitor surasi 19 ta oyatdan iborat. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Osmonlar yorilganida, yulduzlar har tomonga sochilganida, dengizlar qo'shilib to'siqlar ochilganida, qabrlar ag'darilganida, ya'ni qiyomat qoyim bo'lganida, har bir jon dunyoda qilib o'tgan va qoldirgan barcha narsalarini, amallarini bilur. Ey inson, karamli Parvardigoringga nisbatan ibodat qilma deb seni aldab qo'ygan narsa nima? U seni yaratib, so'ng barcha a'zolaringni tiklab, so'ng qomatingni rost qilib qo'ygan zot-ku. U seni o'zi qaysi sur'atda xohlagan bo'lsa, o'sha sur'atda tarkib toptirdi-ku. Yo'q, balki sizlar jazo kunini yolg'on dersizlar. Holbuki sizlarning ustingizda barcha so'zingiz va ishingizni yodlab turuvchi farishtalar bor. Ular nomai amalga yozuvchi ulug' zotlardir. Ular siz qilayotgan ishlarni bilurlar. Albatta, yaxshilar, mo'minlar ne'mat jannatdadirlar. Fojirlar, kofirlar esa do'zaxdadirlar. Ular unda jazo kunida kuygaylar. Unda do'zaxdan g'oyib bo'luvchi, qutuluvchi emasdirlar. Ey Muhammad, jazo kuni nima ekanini sizga ne ham anglatur. So'ngra yana jazo kuni nima ekanini sizga ne ham anglatur. U kunda hech bir jon boshqa bir jon uchun biror narsa qilishga, yordamga ega bo'lmas. U kuni barcha ish Allohga havola qilinuvchidir. Mana shu surani 41 marta suvga dam urgan holatda 41 kun davomida ichsangiz, o'sha suvdan olib yuvinsangiz, inshaalloh taolo sizning ichingizdagi sehr jodu, ilmi amal hammasi sehr joduni barcha muammolari yo'q bo'ladi. Avvalambor Allohim taologa beadad shukrlar deng. Allohim taologa sig'ining, uni o'zigagina ishoning. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga
salovat bilan, zikr bilan boshlang. Hammangizni, barcha dardlaringizga Allohim taolo o'zi shifo ato aylasin. E'tiboringiz uchun rahmat.